بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil." Ey mu'minlar, o'zaro bir-biringizlarda mollaringlarni nohaq yo'l bilan yemanglar. Qimor odamlarning mollarini nohaq yeyishlikka kiradi. Shuning uchun harom. Qimor haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'p hadislari bor. Qimor haqida to'g'ridan to'g'ri Qur'oni Karimda oyatlar bor. Biz qimor nima ekanligi, ta'rifi, zararlari haqida gaplashdik va oxirgi darsimizda amaliy tavsiyalarni berishni boshlagan edik. Ya'ni qimorvoz odam tuzaladimi desa, ha, Allohning rahmatidan hech kim noumid bo'lishga haqqi yo'q. Qimorvoz ham tuzaladi, faqat uni shartlari bor deb turib, shu shartlarini, tavsiyalarini aytishni boshlagan edik. Avvalambor qimorvoz odam tan olishligi kerak. Ha, menda shu kasal bor, o'zimni nazorat qila olmayapman, qimorni tasha olmayapman. Bu eng birinchi qadam. Ikkinchisi, duo qilish kerak. Chunki duo mo'minning eng kuchli quroli. Alloh taolo duo qilishga buyurgan. Hamma narsa Alloh taoloning qo'lida deb ishonch bilan duo qilishligi kerak. Uchinchi qadam. Qimordan qutulmoqchi bo'lgan odam bekarchilikdan qutulish kerak. Chunki qimor o'ynashligiga bekarchiligi yoki bo'sh vaqti ko'p bo'lsa sabab bo'lyaptimi? Foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lsin. To'rtinchisi, moliyaviy to'siqlarni qo'yish. Cho'ntagida pul turmasin qimorvozni. Puli bor kartasi uni qo'lida turmasin. Akasiga berib qo'ysin, ukasiga berib qo'ysin, otasiga berib qo'ysin. Qo'lida pul turmasin, chunki qimorvozning qo'lidagi pul mashinaga quyilgan benzin kabi. Benzini bor mashina yuraveradi, qimorvoz odam qo'lida pul bo'lsa qimorda o'ynaveradi. 5-qadam, noto'g'ri fikrlash zanjirini sindirish kerak. Keyingi safar albatta yutaman. Mana shu fikrni yo'qotishlik kerak. Telefondagi yoki kazinodagi qimorda matematik jihatdan yutish mumkin emas. Chunki bu sistema, bu tizim ana shu qimor o'ynayotgan odamlarni yutqizishi uchun o'ylab topilgan sistema. Albatta ertaga yutaman, keyingi safar yutaman degan xom xayolni esdan chiqarishlik kerak. Bu xom xayol tamanni deb qo'yiladi. Shaytonning va'dalarini yo'qotishlik kerak. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, ya'iduhum va yumannihim va ma ya'iduhumush-shaytonu illa g'urura." Shayton ularga va'dalar berur, xom xayollarga mubtalo qilur. Oxir oqibatda shayton bergan va'dalar faqat yolg'on, sarob bo'lib chiqar. Shunaliga 5-qadami unaqa keyingi safar albatta yutaman degan fikr bu shaytonning fikri, xom xayol. Buni esdan chiqarishlik kerak. Qimor o'ynagiz kelib qolgan paytda mana shu qimorvoz orqaga surish kerak mana shu ishini. Vaqtni kechiktirish kerak. 1 soatdan keyin o'ynayman. Kech payt o'ynayman deb turib orqaga surishligi kerak. Insonning g'azabi yoki shahvati, nafsi kuchli kelgan paytda holatni o'zgartirish kerak, shoshilmaslik kerak. Payg'ambarimiz aytadilarki, vazminlik, shoshilmaslik Allohdan, shoshqaloqlik esa shaytondan. Tutib qoldimi xumori? Qimor o'ynagisi kelib qoldimi? Hali 2 soatdan keyin o'ynayman desin. Agar tuzalishni xohlayotgan bo'lsa, aqlni nafs ustidan hokim qilishlik kerak bo'ladi. Ulamolar shunday deydi: Aslu kulli khayrin va sharrin huval fikr. Har bitta yaxshilik va yomonlikning asli fikrdir. Fikr irodaning boshlanishidir. Agar fikring to'g'rilansa, ya'ni matematik jihatdan qimorda yutolmayman kazinoda degan fikring tuzalsa,
irodang va amaling ham to'g'rilanadi. Qaytaramiz, har bir yaxshilik va yomonlikning asli fikrdir. Fikr irodaning boshlanishidir. Agar fikring to'g'rilansa, irodang va amaling ham to'g'rilanadi. Kazino yutkizmaydi. Kazino yutkizmaydi. Qimorbozlar o'zlari ham biladi uni. Nimaga boraveradi desak, o'tgan darsda aytdik, narkotikda u. O'sha u pulda bormaydi, tushuninglar. Agar qimordan pulni maqsad qilib o'ynayotgan bo'lganida 1 millionni yutgan qimorboz qayta o'ynamasligi kerak. Mana pulli bo'ldim, bo'ldi deb. Yo'q, o'sha narkotikda deb boradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va man yatasabbar yusabbirhulloh." Mana qimor o'ynagisi kelib qoldi. 2 soatdan keyin o'ynayman desin. Majbur qilsin, sabr qilsin. Boyaga nafsni vasvasasiga, shaytonning vasvasasiga sabr qilsin. Innama sabru bittasabbur deydilar Rasululloh. Albatta sabrli bo'lish asta-sekinlik bilan bo'ladi. Mana bu hadisda "Va man yatasabbar yusabbirhulloh." Kim deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam? O'zini sabr qilishga majburlasa, Alloh unga sabr beradi. "Va ma utiya ahadun ata'an khayran va awsa minas sabr." Hech kimga sabrdan ko'ra yaxshiroq va kengroq ne'mat berilmagan. Sabr bormi? Sabr degan sifat. Alloh taoloning eng katta ne'matiga ega bo'libsiz. Takrorlaymiz. Amaliy tavsiyalar. Birinchisi, qimorvoz tan olishligi kerak o'zini kasal ekanligini va qutula olmayotganligini, nazorat qila olmayotganligini. Ikkinchisi, duo qilishlik kerak, chunki Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Uchinchisi, bekarchilikdan qutulishlik kerak, vaqtini foydali narsa bilan band qilishlik kerak. To'rtinchidan, moliyaviy to'siqlarni qo'yish kerak. Qimorvozning qo'lida pul turmasligi kerak. Beshinchisi, noto'g'ri fikrlash zanjiridan qutulish kerak. Oltinchisi, va bu eng muhimi, aramizda shu qimorga chalinib qolib qutula olmayotgan birodarlar bo'lsa va sidqi dildan xohlayotgan bo'lsa, 6-qadam ulfatlardan voz kechish. Ikkita qiyin qadam, mana shu 7 qadam deshi. Birinchisi tan olish qiyin, ikkinchisi ulfatlardan kechish qiyin. Biz bu darslarni mana shu qimor degan baloga chalinib qolgan va undan chiqa olmayotgan birodarlarimizga ko'rsatma qatori gapiryapmiz. Hazrat Ali roziyallohu anhu mana shunday bir yomon do'stlardan uzoq bo'lishlik haqida shunday deydi: Fojir kimsa bilan do'st bo'lishdan saqlan. Chunki u o'z qilmishini senga ham chiroyli qilib ko'rsatadi va seni ham o'ziga o'xshatib qo'yishini xohlaydi. Ibn Ataulloh Sakandari aytadi, mana tasavvuf ilmining peshvolaridan. Holati seni Allohga ko'tarmaydigan va so'zi seni Allohga yo'llamaydigan kimsa bilan aslo do'st bo'lma. Ya'ni tanlagan do'sting shunday bo'lsinki, uni ko'rib turib Allohga yaqin bo'lishga harakat qil. U shunaqa bo'lsinki, so'zi seni Alloh tomonga olib boradigan bo'lsin. Shunaqa emasmi? Bunaqa do'stdan voz kechib qo'yaver. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Kishi o'zining do'stining dinida bo'ladi. Kishi o'zining do'stini dinida bo'ladi. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Sizlardan har bittalar qarab qo'ysin, kimni do'st tutyapti. Qimorvoz odam qimor o'ynashiga mana shu ulfatlari sabab bo'ladi ko'proq. Ana shu ulfatlardan uziladi, qimordan qutulishi umid qilinadi. Endi qimorda ulfatlarsiz telefonda o'ynayotgan bo'lsa-chi, demak o'sha prilojenelarni o'chirib tashlashlik kerak bo'ladi. Zunnun Misri aytadilar: Allohning bandaga bergan eng katta jazolaridan biri uni yomon va bekorchi ulfatlarga yo'liqtirib qo'yishidir. Va Allohning bandaga bergan eng katta ne'mati uni solih va taqvodor do'stlar bilan siylashidir. Qarang atrofingizda kimlar ko'proq? Siz o'shalarning bittasi bo'lasiz. Shuning uchun qimorga undaydigan, qimor o'ynashiga sabab bo'ladigan qimorvozlar to'dasidan ajrab chiqishlik uchun inson ulardan voz kechishligi kerak.
Ularga aytish kerak. Men sizlar uchun o'lgan odamman. Meni istamanglar, yonimga ham kelmanglar. Men sizlar uchun yo'qman deyish kerak. O'lgan odamga nisbatan qanaqa pozitsiyada turasizlar? Menga nisbatan ham shunaqa pozitsiyada turinglar. Xullas meni unutinglar deyish kerak, o'zi ham unutib yuborish kerak ularni. Deya oladimi? Agar sidq dildan Alloh uchun shu ishdan qutulmoqchi bo'lsa, shu gunohdan qutulmoqchi bo'lsa, aytishligi kerak. Chunki hikmatda aytiladi, as-sohibu sahibun. Do'st sudurovchidir yoki do'st ergashtiruvchidir. Bu oltin qoida, bu brilliant qoida, doim ishlaydi. O'zimiz oddiy maqol bor-ku, ulfating aloqanot bo'lsa, yeyishing. Ana shunday hikmatlardan bittasi man jalasa janasa. Kim bilan o'tirsang, o'shaning jinsidan bo'lib qolasan. Kim bilan o'tirsang, shuni jinsidan bo'lib qolasan. Shuning uchun qimorvozlikdan qutulmoqchi bo'lgan odam, yana qaytarib aytamiz, qimorvoz ulfatlardan ajralib, uzilib chiqib ketish kerak. Imom G'azzoliy shunday deydi. Axloqi buzuq, yomon ishlarni qiladigan kimsalar bilan ulfat bo'lishdan qattiq saqlanish kerak. Chunki inson tabiati o'zi sezmagan holda boshqalarning xulqini o'g'irlaydi. Yomonlarga aralashib yurgan odam tezda o'sha yomon axloqlarni yuqtirib oladi. Ma'qulmi? Sigaret chekadiganlar bilan yuringda 1 yil. Eng kamida sigaret hidisidan keladigan bo'lib qoladi. To'g'rimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yomon ulfatlarni misolini qanday bizga tushuntirganlar? Aytadilar: "Innama masalul jalisi solihi val jalisi su kamathali hamilil miski va nafikhil kir." Yaxshi hamsuhbat va yomon hamsuhbatning misoli attor va temirchining bosqoniga dam uruvchi kabidir. Attor dedilar payg'ambarimiz. Yo senga atir sovg'a qiladi, yo undan sotib olasan, yoki hech bo'lmaganda undan xushbo'y hidni topasan. Temirchini bosqoni esa yo kiyimini kuydiradi, yo undan qo'lansa hid topasan. Qarang, attorga yaqin yursangiz yo sotib olasiz, yo hadya qiladi, yoki eng kamida hidlan maza qilasiz. Ammo temirchini bosqoniga dam uradigan odamchi, yo kiyimingizni kuydiradi, yo undan bir sassiq hidni olasiz. Ana shu hikmatlardan, oltin qoidalardan yana bittasi, ikkita o'g'ri bilan yursang, uchinchisi sensan. Ikkita yolg'onchi bilan ulfat bo'lsang doim, uchinchisi sensan. Ikki olim bilan yursang, uchinchisi sensan. Ikkita qimorvoz bilan doim yursang, uchinchisi sensan. Psixologik jihatdan buni sabablari bor bunday deyilishini. Chunki ko'nikma. Inson yomon ishni birinchi marta ko'rganda ko'ziga xunuk ko'rinadi. Ikkinchi, uchinchi marta ko'rganda xunuk ko'rinmay qo'yiladi. Beshinchi, oltinchi marta ko'rganda oddiy bo'lib qoladi. Taqlid. Inson tabiatan atrofdagilarga taqlid qiladigan bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisi bor-ku. Alloh taoloni yer yuzida kezib yuruvchi farishtalari bo'ladi-da, Allohning zikri, ilm majlisi bo'lgan joylarni qidirib yuradi. Ana shu farishtalardan bittasi keladi bir majlisga, ilm majlisi bo'lyapti, Alloh eslanyapti. Kelib kuzatadi, farishtalar ko'payib keladi, juda ham katta hajmda bo'ladi. Osmongacha yetib boradi balandligiga. Va Alloh taoloning huzuriga ana shu majlisda o'tirganlarning hisobini ko'tarib chiqishadi. Alloh taolo ulardan hammasini gunohini kechirdim deydi. Shunda farishtalar, Parvardigor, falon banding u yerga seni zikring, ilm uchun kelmagan edi, o'zini hojati uchun kelgan edi. Uni ham gunohini kechirasanmi? Alloh taolo, ha, u majlisdan hech kim mahrum bo'lmaydi ajridan. Uni ham gunohini kechiraman deydi. Ilm majlisiga maqsad niyat bilan emas, adashib kirib qolgan odam ham shu yerga tushgan rahmatdan foydalanyapti. Endi mana shu gunoh ma'siyat majlislarida o'tiradigan odamlar, ana shu majlisga tushadigan la'nat, qahr bo'lsa, ular ham mana shu narsadan ulush oladi. Sufyon as-Savriy shunday deydi. Yomon ulfatlar bilan birga o'tirish qalbdagi iymon nurini so'ndiradi va insonni asta-sekin gunoh ishlarga o'rgatib qo'yadi. Qimor o'ynamaydi, kuzatib o'tiradi, keyin cho'tal olishni boshlaydi, keyin o'zi kirishib ketadi.
Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni so'ziga xulosalamiz. Senga Allohni eslatmaydigan va gunoh ishlardan qaytarmaydigan suhbatdoshdan uzoq bo'l. Zero yomon ulfatning zarari zaharli ilondan ko'ra xavfliroqdir. Shuning uchun qimordan tuzalishni xohlagan odam aytsa, men qimor o'ynamay qo'ydim, faqat shu ulfatlar bilan birga yuribman, o'ynamayapman, bular bilan prosta choy ichib yuribman desa, o'zini aldayotgan bo'ladi. Chunki yuqoridagi hikmatga ko'ra, ikkita qimorvoz bilan yursa, uchinchisi mana shu bo'lib qolaveradi-da. Qimordan tuzalishni yagona yo'li muhitni almashtirish, hamrohlarni butunlay o'zgartirishlik bo'ladi. Inson dunyoda yomon odamlarga hamroh bo'lishligiga qiyomatda qanchalar pushaymon yeydi. Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Va yawma ya'addu zolimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. U kunda bu zolim qo'llarini tishlab der. Qani edi men ham payg'ambar bilan bir yo'lni tutganim deydi. O'lim bo'lsin menga, qani edi men falonchini do'st tutmaganim deydi. O'lim bo'lsin menga, qani edi falonchini do'st tutmaganim deydi. Ana shu qimordan ajramoqchi bo'lgan odam qimorvoz ulfatlardan voz kechishligi kerak. Unda kim bilan ulfatchilik qiladi? Topilib qoladi, ishonaver. Chunki kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, deydi payg'ambarimiz, Alloh bunga tark qilganidan yaxshirog'ini beradi. Bu payg'ambarimizning va'dasi. Yana aytiladi, yomon do'stdan xuddi zaharli ilondan qochgandek qochgin. Chunki zaharli ilon faqatgina joningni oladi. Yomon do'st esa iymoningni ham, oxiratingni ham barbod qiladi. Insonning ikki dunyodagi baxti yoki baxtsizligi uni kimlar bilan ulfat bo'lib yurganiga bevosita bog'liq. Dunyoda ham oxiratda ham saodat topishingiz yoki shaqovatga ketishligingiz kimlarga ulfat bo'lganligingizga juda ham qattiq bog'lanadi. Birinchi qadam tan olishligi kerak, duo qilishligi kerak, bekorchilikdan qutulish kerak, moliyaviy to'siqlarni qo'yish kerak, noto'g'ri fikrlashni yo'qotish kerak. Oltinchisi, yomon ulfatlardan voz kechishlik kerak. Endi shu qimordan qutulishga harakat qilib, uni uddasidan chiqa olmayotganlar haqida gaplashamiz. Haqiqatan xohlayapti qutulishni, lekin uddasidan chiqa olmayapti, eplay olmayapti. Ana shu qimorvozlikka chalinib qolgan odamlar o'zlari ham shu balodan qutulishni xohlaydi. Qimor o'ynamaslikni xohlaydi, lekin kontrol qila olmaydi o'zini. Nimaga? Chunki qimor ham bir narkotik. Uni totib ko'rgan odamning ishi juda ham og'ir bo'ladi. Inson bir narsaga qattiq odatlanib qolsa, undan qanday ajralishlik mumkin? Innama yajidul mashaqqata fi tarkil ma'lufat wal awaid min tarkiha li ghayrillah. Diqqat qilinglar. Sigaret tashab boshlab olayotganlar, qimorda tashab boshlab olayotganlar, gunoh ma'siyatni tashab turib, bir oy, yarim oydan keyin yana qaytadan boshlab olayotganlar, eplay olmayotganlar eshitib turinglar. Mana shu nafs ulamolari aytadiki, tasavvuf ulamolari odatlangan va o'rganib qolgan narsalarni tashlashda faqatgina Allohdan boshqasi uchun tashlayotgan kishi qiynaladi. Mana shu harom ishini Alloh uchun tashagan bo'lsa qiynalmas ekan. Allohdan boshqalar uchun, Allohdan boshqa narsa uchun tashlayotganlar qiynaladi. Shep vest tushiring dedi. Vest tushirgani qiynaladi, chunki Alloh uchun emas, shep uchun. Sigaret cheksang ulfatchilikdan chiqarib yuboramiz deyapti. Bu endi ulfatchilikdan ajrab ketmaslik uchun sigaret tashlayapti. Alloh uchun tark qilayotgan odam qiynalmas ekan. Kimki Alloh uchun chin dildan, sidq dildan voz kechsa, unga faqat boshida biroz qiyinchilik bo'ladi. Bu uning rozgo'y yoki yolg'onchi ekanini sinash uchun. Agar boshidan qiynalmaydigan bo'lsa, hamma tashlab yuborar edi. Lekin Alloh taolo boshida ozgina mashaqqatni qoldirar ekan. Nima uchun? Chidaysanmi, chidamaysanmi? Rostdan meni uchun tashlayapsanmi? Ha, sen uchun tashlayapman deb isbotlasa, keyin mashaqqatni sezmas ekan.
Gunoh, ma'siyat ishlarini tashlashlikda kim qiylanar ekan? Alloh uchun tashlamaganlar. Alloh uchun tark qilganlar qiylanmas ekan. Toatning avvaligina mashaqqat. Toatning avvaligina mashaqqat. Masalan, Ramazon ro'zasi. Bir 3 kun mashaqqat bo'ladi, keyin maza qilamizmi? Namoz boshlagan paytingizni eslang. 3 kun, 4 kun, 5 kun o'zingizni majbur qilgansiz, qiyin bo'lgan. Keyin maza qilganmisiz? Zikr aytasiz. 3 kun, 4 kun, 5 kun qiylangansiz, majbur qilgansiz, o'tib ketgan, keyin zikr rohatga aylanib qolganmi? Tushunyapsizmi? Gunoh, ma'siyatlarni tark qilayotganlar agar Alloh uchun tark qilsa, mashaqqat chekmas ekan. Boshida ozgina bo'ladi, keyin yengillik bo'ladi. Imom Qurtubiy aytadi: "Al-maysir kal-khamr yadhhabu bil aqli wal mal va yurisul adawata wal baghdha." Qimor xuddi xamir kabidir, ichkilik kabidir. U aqlni va molni ketkazadi, adovat va nafratni meros qoldiradi. 7-qadam. Turmush tarzini o'zgartirishlik. Ya'ni o'zini turmush tarzini o'zgartirsin, sport bilan shug'ullansin. Ayniqsa suzish, yugurish miyada dopamin moddasini ishlab chiqarishga yordam beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jismonan baquvvat mo'minni maqtab nima deganlar? Al-mu'minul qawi khayrun va ahab ilallohi minal mu'minid doif va fi kullin khayr. Kuchli mo'min deyapti payg'ambarimiz. Alloh uchun zaif mo'mindan ko'ra yaxshiroq va sevimliroq. Lekin har ikkisida ham yaxshilik bor. Oiladagi majburiyatlarni o'zini zimmasiga olishlik kerak. Uyda ro'zg'orlarni qilsin, bozorga yugursin, arag'ini chopsin, agarotini tozalasin, o'zini band qilsin. Jamiyatga foydali inson bo'lsin. Payg'ambarimiz aytadilar: "Khayrukum li ahli va ana khayrukum li ahli." Sizlarda oranglardagi eng yaxshilaringlar o'z ahli oilasiga yaxshi bo'lganinglar. Men esa sizlarda oranglarda ahliga eng yaxshi muomala qiladigan kishiman. Saydul Xotir asarida shunday deyiladi: "Nafs faqat mashg'ulot bilangina sokinlashadi. Agar sen uni o'ziga foyda beradigan narsa bilan mashg'ul qilmasang, u seni o'zingga zarar beradigan narsa bilan mashg'ul qilib qo'yadi. Siz nafsingizni nafsizga foydali bo'lgan ish bilan band qiling. Aks holda nafs sizga zarar qiladigan narsa bilan band qilib qo'yadi sizni. Qimor bu shunchaki o'yin emas. U insonni dinini, oilasini, molini, aqlini yemiruvchi shaytonning tuzog'i. Avvallari qimor o'ynashlik uchun qimorxonaga borilar edi. Bugun qimor hammani qo'lida turibdi, telefonida. Qur'onda qimor, aroq va shirk bilan bir qatorda tilga olingan. Shaytonning ishi deyildi. Qimor insonni namozdan, zikrdan, halol mehnatdan uzoqlashtiradi. Oilalarni vayron qiladi, qarzga botiradi. Bu suhbatlar orqali jamiyatimizni ichidan yemirib tashlaydigan, oilalarni vayron qiladigan eng og'ir illatlardan biri qimor haqida suhbat qildik. Ko'rib turganimizdek, qimor bu oddiy o'yin emas ekan. Qur'on, sunnat, ijmo bilan haromligi aytildi. Qimor insonni bu dunyosini ham oxiratini ham vayron qiladi. Ammo Alloh taoloning rahmat eshigi mana shu botqoqqa botib qolgan qimorbozlar uchun ham ochiq. Faqat banda o'zi Alloh tomonga qarab qadam bossin, tuzalishini Alloh taolodan so'rasin. Birinchi qadam muammosini tan olsin. Menda shu muammo bor, o'zimni nazorat qila olmayapman, davolanishim kerak deb qat'iy qaror qabul qilsin. Ikkinchidan, hamma kuch-quvvat, qudrat Allohning qo'lida ekanligini bilib, nafsini poklab sidq dildan duo qilsin. Uchinchidan, qimorga turtki bo'layotgan omillarni, bekarchilik degan narsani yo'qotishlik kerak. To'rtinchidan, moliyaviy to'siqlarni qo'yishlik kerak. Pul ushlamasin qimorvoz. Kartasida puli bo'lmasin. Ishongan odamiga topshirib qo'ysin. Beshinchidan, keyingi safar albatta yutaman degan shaytoniy tamannidan, fikrdan uzoq bo'lsin. Oltinchidan va eng muhim qadamlardan bittasi qimorvoz ulfatlarni orasidan chiqib ketishlik kerak. Bu majlisdan xuddi zaharli ilonni ko'rganda qochgandek qochishlik kerak. Chunki kim bilan o'tirsang o'shini bittasisan deyildi. Yettinchisi,
hayot tarzini, turmush tarzini butunlay o'zgartirishlik kerak. Jismoniy mehnat bilan shug'ullansin. Sport bilan shug'ullansin. Oila a'zolarining xizmatida bo'lsin. Birodarlar, cho'ntagimizdagi telefon biz uchun yo najot yoki halokat vositasi bo'lib turibdi. O'zimizga hushyor bo'laylik. Farzandlarimizga hushyor bo'laylik. Ayollarimizga hushyor bo'laylik. Alloh taolo hammamizni harom luqmadan, qimor illatidan va shaytonning tuzoqlaridan o'z panohida asragan bo'lsin. Alloh azza va jalla mana shu qimor degan musibatga chalinib qolgan birodarlarimizga o'zi tavfiq bersin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.